Kamol aka, qabul qilyapsiz yangi do'konlarga? Shunaqa. Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, To'xtari Parini muxlislari. Hammanglarni mani yangi do'konimizga taklif qilaman. Biz yangi do'kon ochdik jamoa bilan birgalikda. Zebo kenim, Zilola, To'xtari Pari yana birlashdi. Yana bittaga ko'paydi. Bu reklama emas, qizlar. Bemalol kelib, kiyib ko'rib olib ketishinglar mumkin. Mani Bekbarakadan topishga qiynalayotgan qizlarimiz uchun mana bu eski Abu Sahiy murskoy kiyimlar sotiladigan bozorni bilasizlar. Murskoy bozordan shunday chiqqaninglarda eski Abu Sahiydan, Murskoy bozoridan shunday chiqishinglarda birinchi yo'lakdagi birinchi qatorga kirasizlar. To'xtari Parin do'koni gullar bilan bezatilgan, har doimgidek chiroyli, bogati, вообще hamma narsasi bor. Bekbarakadan topa olmagan modellarni shu yerdan kelib tanlab olib ketishinglar mumkin. Ha aytgancha, nima qilib beramiz qizlar? Bizning do'konimizga kelgan qizlarimizga podarkalarimiz bor. Kim bugun kelib do'konimizdan xarid qilsa, bitta buket podarkalarimiz bilan qilib beramiz qizlar. Bularni ham beramiz. Hech shu kelinni to'ydira olmadim. Xalq to'ydi, kelin to'ymadi. Xalq to'ydi, kelin to'ymadi. Qo'shilib mana Zilola ham ochopad bo'ldi. Kelinga qo'shilib, mayli, bu endi ayol kishiga qancha podarka bersa shunchaki.